Assalomu alaykum. Bu retsept hozirgi ilik yuz vaqti uchun ayni muddao. Ro'za kunlari to'yimli, quvvatingizga quvvat qo'shadigan mazali retsept ko'rsataman. Birinchi bo'lib shirali go'sht mayin mol payini sovuq suvga solib qo'yamiz. 1 soat sovuq suvda tursa, ustidagi qonlari, ortiq hidlari ketib, shunaqa oppoq chiroyli bo'lib chiqadi. Qozonga yarim piyola yog' solib, yaxshilab qizdirib, paylani ozgina qo'rib olamiz. Qo'rilgan paylani ustidan mayda qilib to'ralgan piyoz va pomidor, zira, kashnish, qora murch, lavarbargi, tuz solib, paylani ko'madigan darajada suv solib, 5 soat past olovda dimlab qo'yamiz. Iliklarni ham xuddi shunaqa sovuq suvga solib qo'yib, idishga solib, ustidan ziravorlar tuz sepib, tayyorlab olamiz. Ilik hamda oldindan tayyorlab olingan kartoshkani listga qo'yib, pechda 30 daqiqa 200 darajada pishirib olamiz. Ilik hamda kartoshkani tayyorlanish retseptini opisiya va kommentariyada yozib qoldiraman. Ovqatimiz tayyor bo'lgungacha o'zimiz sevib iste'mol qiladigan Rozmet brendini sifatli va mazali delikates mahsulotlarini kesib tayyorlab oldik. Hamma narsani tayyorlab olgunimizcha solib qo'ygan paylarimiz og'izda eriydigan yumshoqqina bo'lib pishdi. Bahor kelib, holsiz bo'lib, bo'g'inlaringiz og'riyotgan bo'lsa, ushbu taomni tayyorlab yeb ko'rsangiz, ancha foyda beradi. O'zimda sinaldi. Paylani idishga suzib, o'zidan chiqqan shirasini qo'yib, yoniga kartoshkalarni terib, dasturxonga tortamiz. Shirasiga non, kartoshkalarni botirib, ustiga ilikni qo'yib yesangiz, juda ham mazali bo'ladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, yaqinlarga ham ilinib jo'natib qo'ying. Bitta like aymasangiz xursand bo'laman. Ramazon oyi hammaga muborak bo'lsin.